Salom. Maketanlov komissiya a'zolari, hurmatli nomzodlar, bugun biz O'zbekiston Respublikasi Tog' san'ati va geologiya vazirligi kon geologiya nazorati va Nordon xomashyo bo'limi bosh mutaxassisi lavozimiga e'lon qilingan ochiq tanlov doirasida suhbat jarayonini boshlaymiz. Ushbu suhbat 95-farmon bilan tasdiqlangan davlat fuqarolik xizmati lavozimiga egallash uchun tanlov o'tkazish tartibi nizom asosida talablarga muvofiq tashkil etilmoqda. Hurmatli nomzodlar, komissiya tarkibi bilan tanishib o'taman. Yusupov Rustam Fayzrahmonovich vazir o'rinbosari tanlov komissiya a'zolari biz bilan Zoom platforma orqali ishtirok etadilar. Saidov Zafar Saidovich komissiya raisi o'rinbosari vazir boshlig'i, Sirg'aliyev Shuhrat Murodullayevich korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi boshlig'i komissiya a'zosi, Nurkuziyev Leopard Abdullayevich rizik bo'limi boshlig'i komissiya a'zosi, Rahimov Bahodir Zubaydulla kon geologiya nazorati va Nordon xomashyo bo'limi boshlig'i, Mehnat tomosha markazi bo'limi boshlig'i komissiya kotibi va ma'lumot uchun suhbat jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqa samaradorlik agentligiga mazkur xodimi Abdullayev Sardor kuzatuvchi sifatida ishtirok etadilar. Endi suhbat o'tkazish tartibi bo'yicha sizni tanishtirib o'taman. Nomzodlarga vakansiyalar axborot tizimiga joylashtirilgan savollar bazasida axborot tizimi orqali yuklatilgan 5 ta tasodifiy savollar tushadi va har bir komissiya a'zolari bittadan qo'shimcha savolni berishi mumkin. Shu qo'shimcha savollar bir xil mazmunga ega bo'lishi kerak va shu 5 ta savol doirasida chiqmasligi kerak. Alohida yuridik bo'lim va compliance bo'limi o'z vakolati doirasida qo'shimcha savollar berishi kerak. Endi nomzodlar bo'yicha mazkur tanlov ochiq tanlov hisoblanadi. Har bir nomzodlar bilan alohida suhbat o'tkaziladi va vaqt reglamenti bo'yicha sizni tanishtirib o'taman. Har bir savolga javob uchun 1 daqiqa vaqt beriladi. Shu bilan hozir bizda 10 kishi testdan o'tgan suhbat jarayoniga ishtirok etishlari kerak edi, lekin hozirgi vaqtga 3 ta nomzodimiz suhbatga ishtirok etmoqda. Terixanov Sherzod Bahomovich, Yusupov Ulug'bek Sanoqov и Amallayev Zahriddin Xon ismini qo'ydi. Hurmatli komissiya a'zolari, hurmatli nomzodlar, savollar bo'limidagi suhbat jarayonini boshlaymiz. Endi bitta nomzodni alohida chaqirishimiz kerak. Terixanov Sherzod, siz Terixanov Sherzod Bahomovich, Sharqon, 1991-29-sentabrda Yaman geologiya sohasida ish faoliyatimni 2011-yil boshlaganman. Hozirda texnologik metallar kombinatida xorijiy va mahalliy tadbirkorlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i. Endi savollarga o'tamiz. Rahmat. O'zbekistonda yer kadastri bo'yicha vakolatli davlat organi ko'p. Hozirda davlat kadastr qo'mitasi hisoblanadi. Moliya vazirligi huzuridagi. Yer qarzi uchastkalaridan geologik jihatdan o'rganish uchun arizalarni jismoniy va yuridik shaxslar ariza berish mumkin. Geologik o'rganish ishlari qaysi hollarda to'xtatilishi mumkin? Geologik tadbirkorlar tarafdan jismoniy yuridik shaxslar tomonidan geologik
o'rganish ishlari ruxsatnoma berilganda ruxsatnomaning ajralmas qismi hisoblangan o'zchasida условия пользования o'shanda belgilangan bo'ladi. Ular agar shu yer qa'ridan foydalanish talablarini o'rganish geologik qidiruv ishlarini amalga oshirishda belgilangan normalarga amal qilinmasda ular uni to'xtatish yoki to'xtatib turish mumkin. Nazorat inspeksiyasining faoliyati qaysi asosiy hujjatlar tartibga solinadi? O'zbekiston Respublikasining 131 Vazirlar Mahkamasining qarori 28-fevralda tasdiqlangan. 457-son Vazirlar Mahkamasi qarori Yana asosiysi bor, o'shani ayting. inspeksiyani tashkil etish to'g'risidagi Nizoma tasdiqlangan. 187 edi. Nazorat inspeksiyasi nazorati ostidagi obyektlar tushunchasi qaysi korxona va faoliyat turlari kiradi? Tog'kon sanoati bilan shug'ullanuvchi obyektlar, geologik qidiruvlarni amalga oshiruvchi obyektlar, portlash ishlarini amalga oshiruvchi obyektlar, neft gaz sohasida ishlab chiqaruvchi va qazib oluvchi tashkilotlar, asosan shular kiradi. Qolganlar qo'shimcha. Norda foydali qazilmalar jumlasiga nima kiradi? Norda foydali qazilmalar jumlasiga oddiy qilib aytganda tarkibida metal bo'lmagan birlamchi yoki birlamchi tartibda ishlov berilgan foydali qazilmalar tushuniladi. Undan barit, kvartsit, kvarts kumi, kvartsit va vulkanit, bagivik ishpaz, talashbati, ma'mur, foydali qazilmalar, ular ko'p. Qimmatbaho, yarim qimmatbaho toshlar Norda kiradimi, kirmaydi? Qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar ham ular Norda foydali qazilmalarga kiradi. Karont, almas, topaz. Bo'ldiradi. Yerlari uchastkasida foydali qazilmalar qanday bo'lishi asoslarga qanday kiradi? Birinchi navbatdagi huquqiy asos bu ruxsatnoma. Ruxsatnomani tadbirkor yoki shu faoliyatni amalga oshiruvchi subyektda shu faoliyatni amalga oshirish uchun ruxsatnoma borligi tadbirkordan.
mas'ul davlat organi tomonidan taqdim etilgan bo'lishi kerak. Inspeksiya o'zi Kon geologiya nazorati inspeksiyasi faoliyati normativ huquqiy hujjatlari deyildi. Shunda o'zi nima faoliyat yuritadi, bilasizmi? Inspeksiya faoliyati. Inspeksiya. Ha. Inspeksiya yer qa'ridan foydalanish, ularni tamoyillarni yer qa'ridan foydalanish tadbirkorlar deylik, tadbirkorlar, mas'ul davlat organlari, geologiya qidiruv tashkilotlarini faoliyatini belgilangan tartibda amalga oshirilishini nazoratda olib boradi. Mana inspeksiyani faoliyatini tartibga soluvchi hujjatni o'zi savol bo'ldi. Vazirlikning ham faoliyatini tartibga soluvchi hujjati bor, gaz hujjati. Hozir Qo'qon sanoat geologiya vazirligi 116 tashkil etilgan, uning asosiy faoliyat turlari belgilangan hujjat 116 son prezident farmonlari bor. Ma'muriy islohotlar doirasida Qo'qon sanoat geologiya vazirligi davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bor. Hujjatda asosiy yo'nalishlar va ishlar belgilab o'tilgan. Shuncha savollar bo'lsa, savollaringiz, e'tirozlaringiz Yo'q, Mogę ją co to jest nasz specjalist, jest pracownik. 2016 yil bakalavr bilim universiteti emas. 2020 yil bakalavr magistratura bilim universiteti emas. 2020 hozir o'sha ommaviy tarafda ishlar bor ishlari. Ben üniversitesinde görüyorum. Amerika Havuzları işler. 20 yıldan Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti aspektini bir bitirdim yine. Bir bahorda sonra geologiya bo'lish xizmat qildim. Hozir pullar yetishmish million oilasida ishlar. Olaylar. Evet, biz kurumsallara geliyoruz. Bir cevap. İşte Birinchisi davlat geologiya fondining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Demak, fond asosan o'sha respublika bo'yicha qilingan o'sha ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Ularda elektron shaklda saqlanadi va ulardan kelgusida o'sha aloqa fond aloqasida fond foydalanilishi uchun ishlatiladi. O'sha asosan hozirgi kunda hamma fond materiallari elektronik ko'rinishda o'tkazilgan, отчетlar hisoblanadi fondda. Vazifalari respublikadagi o'sha mineral xomashyo va boshqa barcha konlarni
konlardagi o'sha ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, elektron nusxaga o'tkazish va o'sha tegishli ruxsatnomalar asosida foydalanishga topshirish hisoblanadi. Kon texnologik inspeksiyasi faoliyatida zamonaviy raqamli texnologiyalar kosmik monitoring qanday maqsadlarda qo'llaniladi? Demak, kon nazorat inspeksiyasi faoliyati zamonaviy raqamli texnologiyalar kosmik monitoring asosan hozir respublikamizda olib borib ishlayotgan konlar o'sha davlat tasarrufidagi konlar ajinlardagi yoki jismoniy shaxslar, yuridik shaxslarga berilgan konlarni o'sha kosmosdan turib monitoring qilib, kengayishi, qancha chuqurlik, qancha yo'nalishda to'g'ri ish faoliyat olib borilayotganligi o'sha qonunda belgilangan, o'sha yer qonunlarida belgilangan va o'sha sanoat xavfsizligi nuqtai nazaridan belgilangan qonunlarda belgilangan ishlarni o'sha faoliyat to'g'ri borayotganligini tekshirib boriladi, monitoring qilib turiladi. O'sha kosmos orqali. Uchinchisi, geologik o'rganish ishlarining amalga oshirishda qonun buzilish holatlari aniqlansa qanday choralar qo'llaniladi? Geologik o'rganish ishlarini amalga oshirishda qonun buzilish holatlari aniqlansa, demak, litsenziyasi vaqtincha to'xtatib qo'yiladi yoki bekor qilinadi. O'sha tegishli choralar ko'riladi. O'sha huquqiy jihatdan qonuniy nuqtai nazardan tegishli choralar ko'riladi. Asosiysi o'sha agar o'sha qaysi yo'nalishda o'sha noodatiy xomashyodan foydalanayotgan konlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri o'sha belgilangan chiziqdan kvadratidan chiqib ketgan yoki setka to'ridan chiqib ketgan bo'lsa, ular yuqorida aytib o'tganimdek faoliyatidan kelib chiqib qonun doirasida tegishli choralarga to'xtatiladi yoki umuman litsenziyasi bekor qilinishlar holatlari bo'linadi yoki agar buzilmagan bo'lsa, demak ish faoliyati davom etaveradi. Kadastr kvadratini qanday maqsadlarda qo'llash mumkin? O'sha kadastr kvadrati o'sha ma'lum miqdordagi o'sha chegaralar, konlarga berilgan chegaralar o'sha qaysi o'sha bitta kondan foydalanayotgan bo'lsa, o'sha ma'lum miqdorda o'sha tashqarisidagi yana foydali qazilmalar chegarasiga atvollar to'kish yoki boshqa mahsulotlar o'sha kondan chiqadigan ortiqcha mahsulotlarni to'kish yoki yangi rudalarni o'rganishga xalaqit berish uchun kadastr kvadratlar qo'llaniladi. Va bundan tashqari yana kadastr kvadratlari butun respublikada o'sha monitoring qilib borish, o'sha geologik izlash bosqichlari davomida o'zi belgilangan tartibda foydalanishga o'rganib ishlatiladi. Geologiya sohasida davlat siyosatini amalga oshirishda qaysi organ mas'uliyati belgilangan? Asosan siyosat amalga oshirishda hozirgi kunda demak Tog' sanoat vazirligi asosiy organ hisoblanadi. O'sha Tog' sanoat vazirligi o'ziga belgilangan tartibda o'sha geologik ishlarni olib borish, qidiruv ishlarini olib borish, ularni belgilangan qonun hujjatlari asosida vazifalarni to'liq bajarilishi, monitoring qilish juda keng qamrab olingan vazifalarni belgilab o'tilganda, demak, mana shu asosiy o'ringa turib Tog' geologiya vazirligimiz asosiy o'ringa turib olingan. Qo'shimcha savollar berdi. Noodatiy foydali qazilmalar jumlasiga nimalar kiradi? Noodatiy foydali qazilmalar jumlasiga asosan demak fuliarit konlari, noodatiy foydali qazilmalarga shag'al konlari, ohak tosh konlari, grafit konlari, kvars konlari yoki fuliarit konlari ham kiradi. Noodatiy foydali qazilma konlariga konlarni o'zi so'raymiz. Foydali qazilmalar jumlasiga. Mayli, kon jumlasiga. Rahmat. Savolingiz uchun noodatiy foydali qazilma deb, demak tarkibida metal yoki metal bo'lmagan foydali qazilmalarga biz noodatiy foydali qazilma konlari deymiz. Tarkibida metal bevosita bo'lmagan, demak. Masalan, yer qartoz qon o'qigan bo'lsangiz, klassifikatsiyada berilganda nimalar kirishi? Sizlar Shu hozir aytib o'tgan noodatiy o'ziga-da shunda. Noodatiy o'ziga takrorlab o'taman. Ohak toshlar kiradi. Demak, ohak toshlar, izisteklar, kalsikarbonar, oddiy ohak toshlar, davomitli ohak toshlar kiradi. Bu yo'nalishiga, demak, bo'yicha respublikamizda qazish ishlari amalga oshirilmoqda. Bevosita Farg'onada, Navoiy viloyati, Jizzax viloyatlarida, Olmaliqda konlari bor bevosita. Keyingisi grafit konlari kiradi. Demak, grafit konlari ugleroddan iborat. Grafit asosan o'sha qalam olishda ishlatiladi. Keyingisi fuliarit konlari kiradi. Fuliarit konlariga asosan kalsiy effekti fuliaritli o'sha noodatiy qazilmalari kiradi. Shahriz, suhbatdosh konlari kiradi bunga. O'sha fuliaritdan bevosita kimyo texnologiyalarida foydalaniladi.
Keyingisi gil konlari kiradi. Demak, gil qanaqa gillar bor? Polgioskitli gillar, hidrosubbidali gillar, mononormalitli gillarga bo'linadi. Demak, gil konlari ham demak bular zarrachalari 10⁻³ dan 10⁻⁵gacha bo'lgan zarrachalari kiradi. Demak, gil konlari demak respublikamizning o'sha Navbahor konlari, gil konlari yoki mana Farg'onadagi Qurqo'rg'on vitamin gil konlari demak o'zlari xususiyatlariga qarab ishlatiladi. Rahmat. Huquqiy asoslariga yerlarni qazib olishda biz huquqiy yer to'g'risidagi qonunlar kiradi. Yer to'g'risidagi qonunlar asosida yo sanoat xavfsizligi bo'yicha qazib olishda huquqiy asoslari qazib olishni o'zida yer qadri mumkin qazib olish asoslari huquqiy asoslari o'sha belgilangan tartibda o'sha berilgan litsenziya berilgan o'sha foydali qazilma yoki madaniy yoki nomadaniy foydali qazilmalarni qabul olish jarayonida o'sha belgilab qo'yilgan o'sha normativ huquqlar asoslari asosida qazib olish, o'zini chegaralaridan chiqmaslik, o'sha konturlaridan chiqmaslik o'sha ortiqcha ishlarni amalga oshirmaslik yoki rekoltivatsiya ishlarini amalga oshirish yoki bu faqat o'sha konlarga tegishli emas, geologik qidiruv ishlarini bosqichlari ham bor. Geologik qidiruv ishlarini demak tashkil etayotganimizda regional geologiyani yoki syomka ishlarini yoki o'ch ishlarini demak o'sha belgilab qo'yilgan tartibda demak o'sha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin rekoltivatsiya ishlarini amalga oshirish o'sha belgilangan huquqiy me'yorlardan chiqib ketmaslik. Konlarda ham, ularda ham shunday. Yana asosiy o'sha yuridik huquqiy jihatdan belgilab qo'yilgan qonun asosiy hujjatlari va nizomlar asosida sanoat vazirligining belgilangan nizomlari asosida chiqib ketmasdan foydalanish ishlarini amalga oshirish kerak. Butun savolga kadastr kvadrati nima deb yozilganida, shuni siz qonunda yozib qo'yilgan kadastr kvadrati nima? Siz nima tushunasiz o'shanda? Nima deb? O'shani to'g'risi o'shani savolingizda ko'rdimda, shunaqa qisqaroq chiqdi. Men faoliyatim davomida endi bevosita ishlamaganman-da uni. Shunda chegaralari, konturlari deb belgilangan ekanda kadastr o'sha. Shuni qaradimda, to'g'risi shu savolga sal o'zimda ham tushunmovchilik bo'ldi. U yangi tushuncha yer qadri to'g'risidagi qonun o'qigan bo'lsangiz, u yerda kiritilgan tushuncha. Yozib qo'yilganda emas. Shuning uchun to'g'risini aytganda Uchinchi savol doirasida geologik o'rganish ishlarini amalga oshirishda qonun buzish holatlari aniqlansa, masalan, yer qadridan foydalanish holatida qonun buzish aniqlansa, qaysi vakolatli organda yana chora ko'rishga haqli yer qadridan foydalanishdan qonun buzish holati aniqlansa. Bizni kontext nazoratdan boshqa, demak, qonunbuzarlik bilan ishlaydigan profilaktika yo'nalishdagi o'sha ijrochi bo'lib qoladi. Mahalliy vakolat organlariga o'sha ichki ishlar yoki prokuratura yo'nalishida olib boriladigan o'sha belgilangan shuningdek yana yozib qo'yibdi, aytgan shu yerda jismoniy shaxslar tomonidan ham bevosita ustidan ariza berish mumkin. Agar noto'g'ri foydalanilayotgan bo'lsa, bu kelib turib o'rganib chiqiladi. Demak, o'sha kontext nazorat bo'limi tomonidan o'rganib chiqiladi degan joylarni ko'rdim. Demak, qog'oz bo'luvchi organlar borku yana ertaga. Kontext nazorat bo'limi sanoat xavfsizligi yuqori prokuratura organlari qo'shimcha savollar bo'lsa, hurmatli nomzod, qatnashganlarga savollaringiz rahmat. Rahmat, ishtirok etganingiz uchun. Почему мы desses fatos
Olmaliqda ishlayman, agentlikda. Yoshlik direksiyasida yetakchilik qildim. Vagonlarga aytamiz. Evet. Bu qayta o'rganilganda toifasi o'zgartirilishi. O'sha madaniy maydonni qayta o'rganish jarayonida toifaga o'zgartirish mumkin. Madaniy tilga qayta razvedka anaqa ishlar, biologik ishlar olib borilib turibdi. İkinci savolda geologik qidirishlar moliyalashtirish manbai qaysilar asnomdoy moliyalashtirish oxirgi yillarda investorlar tomonidan bo'lyapti, byudjet mablag'lari. Kadastr kvadratini biron bir maydonni aniq belgilashlik uchun kadastrda anaqasi ishlatiladi. Kadastr ishlari. Tochkalarni aniq belgilash maqsadida. Geologiya qidiruv ishlari asosiy chegara hududlariga to'g'ri kelgan paytda, keyin madaniy meros joylariga to'g'ri kelganda ruxsatnomalar olish rad etiladi. Moliyalashtirish eng oxirgi savolim shu. Investorlarga byudjet. Qo'shimcha savollarga o'tamiz. Noruda foydali qazilmalar jumlasiga nimalar kiradi? Noruda ohaktosh, gips, kaliy, marmar, granit, shebin, Bo'ldi? Bo'ldi. Tamam. Yer qadrida foydali qazilmalarni qazib olish asosida huquqiy asoslari nima bo'lsa qazib olish mumkin. nima bo'lsa qazib olish mumkin. Noruda konlaridami yo huquqiy asoslari samarali bo'lsa qazib olish. Iqtisodiy tomondan samarasi.
kadastr kvadrati deganda o'zi o'sha yer qaror to'g'risidagi qonunda bieros bo'liklar to'g'risidagi qonunda yozib qo'yibdi. Nimaligini bilasizmi? Kadastr kvadrati deganda. Kadastr kvadrati Ha. yerlarni ajratganda kadastr faoliyati shu sigir tochkalardan, koordinatalardan foydalanish maqsadida ishlarni olib boriladi. Birinchi savol. Doirasida savol, yer toifasini o'zgartirish zaruratda qanday holatlar yuzaga kelishi mumkin degan savol bo'lgandi. Javob berdi. Tartibini bilasizmi yer toifasini o'zgartirish tartibi? Tartibini biron bir maydonni qayta o'rganilgandagi loyihalanganda toifalari Buni tartibi bor. Bizdan hozir просто bo'lib o'zgartirmaydik uni harakasini yer toifasini. Misol uchun sanoatdan yaylovga, misol uchun yerga bo'lsa boshqa sanoat yerga boshqasi o'zgartirish tartibi bor. geologik bosqichlar bor, 7 ta. Bosqichlar bunaqasida bosqichlar jarayonida ish olib borilgandan keyin o'sha madanli maydon toifalari o'zgartirish mumkin. Samarali, foydali bo'lgan. Shu tartibi qanaqa o'sha? Kimga murojaat qiladi? Qanaqa hujjat tayyorlaydi? Qaysi vakolatli organ uni ertaga qarorni qabul qiladi toifasini o'zgartirish bo'yicha? Shu tartibni so'rayman. Vakolatli organ faqat Tog'son vazirlik tomonidan Rahmat. Rahmat, qo'shimcha savollarga o'rnasin, hurmatli nomzod. Savollaringiz, e'tirozlaringiz. Rahmat, suhbatda ishtirok etganingiz uchun. Hurmatli komissiyado'rlarimiz, e'tirozlaringiz bo'lmasaga vakillarni yakunlasak. Nazarga savollaringiz, e'tirozlaringiz. Eshitish mumkin. Rahmat.